Oyoqlari yong'oq, Turkiya materialda, oldilari shpont, ichki karkaslar 100% sasma. Qo'llarigacha suriladi, spalni bo'ladi. Fasadidagi mebelni joylari borki 100% yong'oqda ishlangan oyoqlarigacha. Assortiment juda ham ko'p. Xudo xolisa pastda ham yana 10 tacha viberimiz bor. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Zafar Mebel. Bugun xudo xolasa sizlarga mebellarimiz, yumshoq mebellarimizni hammasini razmerlaridan tortib materiallarigacha, karkaslarigacha to'liq yoritib berishga harakat qilamiz. Arzonidan tortib toki spalni bo'ladigan katta mexanizmlarigacha ko'rsatib yoritib beramiz. Xo'p. Bo'lmasam bularimiz romalarimizdan boshlaylik. Romalarimiz rasvetkalari nalichida bor. Razmeri 340 ga 240. 6 ta yostiqli, 2 ta pufekli bo'ladi. Oldi ko'rinish shpont, oyoqlar yong'oq, ichkilik karkas sasna. Pampers prujina sidinalar 65 cm dan. Bu katta odam bemalol suyanib o'tiradi. Oyoqlari ortiqcha chiqib qolmaydi. Sidina kengligi 65 cm dan. Xo'p, bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, 7 million 500 ming so'mdan. Har safar bitta videomizda bittadan skidka qilib berardik. Bu safarga ikkita skidka qilib beramiz. Shu mebellarimizni 6 million 800 ming so'mdan qilib beramiz. Shu videodan ko'rdim deb telefon qilishsa, xudo xolasa bu safarga bitta emas, ikkita qilib beramiz. 6 million 800 ming so'mdan. Xo'p, bu 308 modelimiz. Oldi ko'rinishlar shpont, oyoqlar yong'oq, pastda MDF karkaslar aylanadi, stiklarni hammasini bitta qilib ushlab turadi. 60 ga 90 lik ikkita pufigi bo'ladi. Tikilishlari ham juda ham go'zal. Interior dizayn high-tech uslubda bo'lgan. Mana bu ochiq svetida yana ham yaqqol, yorqin ko'rinib beradi. Mebelni shpont, oyoqlar ajralib turib beradi. Xo'p, arqaliklarigacha o'zini materialda bo'ladi bunimiz ham. Xo'p, razmeri 335 ga 235. 3 ta yostig'i, 2 ta pufigi bo'ladi. Ichki karkas sasna, oyoq yong'oq, Pampers prujina 5 yil kafolati bilan bularimiz ham 7 million 500 ming so'mdan. Bu yoqda bo'lsa, Lexus modelimiz 350 ga 250. Bu ham qo'llarigacha surilib, spalni bo'ladigan variant. Ichkilik karkas sasna, oyoqlari chinor yog'ochidan bo'lgan. Genesis kalta tukli. Bu tozalashga juda ham udobli material. Bularimiz hammasi hozir tukli materiallarda bo'lyapti. Turkiya, Xitoy materiallarda. Moishi materialda bo'ladigan bo'lsa 7 million 500 ming so'm narsalarimiz 6,5 million so'mdan chiqadi narxi. Bularimiz 8 million 500 ming so'm moishi materialda qilib ber deysizlar, bularimizni 7 million 500 ming so'mga qilib beramiz. Bu yerda yana romalarimizni boshqa rasvetkalari. Hamma holatda o'ng-chap tanlamaydi. Bularimiz hech qaysisi o'ng-chap tanlamaydi. Aytgan razmerlarga, xonalandi razmeriga moslab, gilam aboy deb rangiga moslab materialda xohlaganlaringdan xudo xolasa qilib beramiz. U zakaz muammosiz. Bizning xonamizga to'g'ri kelmaydigan, razmeri tushmaydigan deb hijolat qilmasdan bemalol telefon qilib zakaz bersalaring qilib beramiz muammosiz. Hop. Bularimiz narxi 7 million 500 ming so'mdan. Bitta 308 imiz. Materiallari Malibu materialda bo'lgan. Qalin tukli. Materiallari zo'r. Xudo xolasa razmeri 335 ga 235. 3 ta yostig'i, 2 ta pufigi bor. Pufiklari ham 90 ga 60 qilib katta razmerda ishlangan. MDF karkaslar tagida butun aylanadi. Mana hammasini taqib ushlab turadi. Hop. Yonlari ham, qo'l bolishlari ham juda ham go'zal. Arqaliklarigacha o'zini materialda DP qoplanadi. Oddiy bo'z qoplab qo'yilmaydi arqasigacha. Tikilishlari ham juda ham go'zal holatda, xudo xolasa. Hop, Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalga Zafar Mebel 1 deb yozsalang, orasini ochmasdan bizning kanalimiz kelib chiqadi. Joyiga moslab yasab bergan ishlarimiz juda ham ko'p. Xona rangiga, joyiga moslab xohlagan fasoninglarni qilib beramiz. Endi pastdagilarni ko'rsatib o'taylik. Hop, bu romamizda Malibu materialda bejviy rangda bo'lgani. Ko'ring, xudo xolasa ochiq sveti ham boshqacha turadi. Xohlovchilarga nalichida ham tayyor. Kelib ko'rib, tanlab olib ketamiz desalang muammosiz. Bu yoqda bo'lsa 308 imizni yana boshqa rasvetkasi. Malochiniy rangda bo'lgani.
Juda ham go'zal. Oldi ko'rinishlar shpont, oyoqlari yong'oq. Pastda MDF karkaslar butun aylanadi. Juda ham go'zal holatda. Ikkita katta pufka bilan birga. Bularimiz narxi ham hammasi 7.500.000 so'mdan. Bu yerda bo'lsa, yana Panda va anaqalarimiz bor. Malibu materialda bo'lgan Bugatti ishlarimiz bor. Materiallar tanlashga Viber juda ham serob. Bemalol ko'rib, ushlab ko'rib, materialni qaysi biridan albatta o'zini naryoqdagilarni yana ko'rsatamiz. Eng zo'r materiallarda xudo xolasa siz xohlagan rangidan qilib beramiz, muammosiz. Bunimizda razmeri 370 ga 270 lik Panda 2 modelimiz. 6 ta yostiqli, qo'llarigacha surilib, spalni bo'ladigan variantda. Juda ham go'zal narsa. Yangilik. Skromniy. Oyoqlari yong'oq bunimiz ham. Ichki karkaslar sasna, reziniy korsaj. Reziniy korsaj nima, pampers prujina nima deganlar uchun videomizni oxirigacha ko'rsalang, xudo xolasa. Hop, har bittasini ko'rsatib, tortilish, ishlanish jarayonlarigacha ko'rsatamiz. Nimaga men 5 yil garantiya deyapman, o'shalarda o'zingizdan ko'rib, xudo xolasa tushunasizlar. Bularimiz har bittasi 1.6 lik qalinlikdagi diskdan yig'iladi. 0.6 MDF, 0.4 MDF da yig'ilmaydi. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Hop, xohlasangiz men bu katta bufigini oraga qo'shib, barq foydalansangiz ham bo'ladi. Juda ham katta bo'ladi. 4.10 ga 270 lik razmer ugolok bo'ladi. O'yincha tanlamaydi bu ishlarimiz hech qaysisi. Bemalol o'zgartirib ishlataverasizlar. Hop. Bunimiz narxini aytmayapmiz. Bunimiz narxi 9.200.000 so'm qilib beramiz. Bu yoqda bo'lsa, mana Malibu materialda bo'lgan Bugatti fasonimiz. Yostiqlari o'ziga tikilgan, juda ham skromniy variant. Spalni qilib orqaga surganlaringda 1 metrlik spalni bo'ladi. Odamga ham juda ham yoqimli narsa. Hop, bu spinkalari ham orqasida reziniy korsajda to'qiladi, uning ustidan qalin yostiq, sidinasi ham reziniy korsaj bo'lgan hisobga juda ham yoqimli, yumshoq. Любой odamga yoqadigan narsa bo'ladi, xolasa. Hop, bunimizda ikkita 60 ga 90 lik pufigi bor. Men bu ko'rib turgan mebelning joylaring borki, hammasi 100% yong'oqda bo'ladi, oyoqlarigacha. Ichkilik karkaslar sasna, Turkiya mexanizmlaridan foydalanilgan. Hop, bunimiz narxiga keladigan bo'lsak, 11 million so'm sotilgan. Bularimizga ham chegirma qilganmiz. 10.200.000 so'mdan qilib beramiz. Hozirga aytib o'tgan narxlarimiz ichida vodiy bo'ylab mutlaqo bepul dostavka uстановkalari kiradi. Vohaga Toshkentga 12 viloyatga dostavkamiz bor. Albatta kelishilgan holatda bemalol zakaz beraverasizlar. Hop, endi seximizga kiramiz. Sexdan oldin tashqarida ham $400 ga mebel bor ugolok, katta razmerdagi 5 taliklari. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun hozir bugun eng kuchli modellarimizni qo'ydik. $400 ga 540 lik ham razmerda bir komplekt mebellarimiz bor. Endi keyingi videoda hozir uni ham senga qilamiz. Obunachilarimiz zerikib qolmasligi uchun qisqaroq video qilib beramiz. Hop, endi seximizga kirib, obzor qilib, yasalish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Har doim aytib o'taman, lekin seximizda video qilishga vaqt bo'lmaydi. Mana ko'ringlar, birinchi sort rossiyskiy machalkalar. So'ngrasi juda ham ko'p. Bu tarafda sintofonimiz yostiqlarga solinadi. Pampers prujina deb o'taman har doim. U qanaqa ko'rsatdingizlar? Mana pampers prujina mana shu bo'ladi. Bir donadan отдельный qilib olsam, chochilib ketmaydigan, simi to'kilib, simi qochib ketadigan narsa emas. Xudo xolasa, bularga 3 yil garantiyasini beramiz. Mana o'tirib sakrasa ham xuddi hech narsa qilmaydi, xudo xolasa. Bemalol o'shaning uchun 3 yildan garantiya berib sotaman. Nimaga qimmat? Shuni hisobiga qimmat. Hammasini original, kuygan machalka, ikkinchi sort machalka ishlatilmaydi. Yangi narsa, garantiyali narsa ishlatiladi. Endi qoblovxonalarimizga kirib ko'rsatamiz. Bu tarafda mana bitgan karkaslari. Hammasi xudo xolasa juda ham akkuratni qilib bitish jarayoniga sizlarga qisqa obzorini ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafda bitgan zakotovkalarimiz, tayyor karkaslarimiz.
holatimizdan keyingi holati bu. DPlar 100% qoplanadi, orqalarigacha qoplanadi. Keyingi etapimiz bu tarafda machalka. Biresini machalkalarimiz. Bu 3.8 modelimiz. Mana qo'l bo'lishlari. Bu tarafda bo'lsa mana qoplovlari. DPlar bo'ladi. Hammasi qaylariga, hammasiga mana 1.6 displar. Bu İstanbul ekimizde qo'l bo'lishlari. Yavaş-yavaş. Mana qoplovdan chiqishgan jarayoni. Qaylari machalka. Pampers prujinani ustida. Mana pampers prujinamiz o'rtada bo'ladi. Yongi qismlariga hammasiga machalka aylantirib va uzoq vohalarga chiqib ketishi 100% da o'raladi. Ko'ring. Oyoqlari yong'oq. Bular chiqib ketishga, vohani zakazlari chiqib ketishga tayyor edi xolasa. İstanbul ekkimiz bu. Tortilish jarayonlari.